Qurilishda ishlayotgan yurtdoshlarimiz uchun yangi Toshkentdan zo'r taklif. 20 ming gektar maydonda barpo etilayotgan ushbu loyihaga 10 mingga yaqin soha egalari ishga taklif etilmoqda. Bu yerda betonchi, payvandchi, santexnik, g'isht teruvchi, elektrik, suvoqchi kabi 38 turdagi yo'nalish bo'yicha mutaxassislarga talab mavjud. Barcha yurtdoshlarimizni ushbu loyihaga taklif etamiz. Oylik maoshi ish turi va soatidan kelib chiqqan holda o'rtacha 8 million so'mdan 15 million so'mgacha. Ishchilar yotoqxona, kiyim-kechak, transport xizmati va 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Rasmiy ishga joylashganlar uchun 8 soatlik ish tartibi hamda qo'shimcha dam olish kunlari amal qiladi. Shu bilan birga qurilish brigadalari ham ish hajmidan kelib chiqib buyurtma olishlari va kelishuv asosida faoliyat yuritishlari mumkin. Xo'sh, ishga kirish uchun nima qilish kerak? Qog'ozbozlik, hujjatbozlik, ovoragarchilik yo'q. Barchasi birgina telefon qo'ng'irog'i orqali. Buning uchun kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan tashkil etilgan maxsus kol markazining 1176 raqamiga qo'ng'iroq qilib ishga joylashishingiz mumkin. Shoshiling. Yangi Toshkentni birgalikda qurish va o'zingiz uchun munosib daromad topish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Qurilishda ishlayotgan yurtdoshlarimiz uchun yangi Toshkentdan zo'r taklif. 20 ming gektar maydonda barpo etilayotgan ushbu loyihaga 10 mingga yaqin soha egalari ishga taklif etilmoqda. Bu yerda betonchi, payvandchi, santexnik, g'isht teruvchi, elektrik, suvoqchi kabi 38 turdagi yo'nalish bo'yicha mutaxassislarga talab mavjud. Barcha yurtdoshlarimizni ushbu loyihaga taklif etamiz. Oylik maoshi ish turi va soatidan kelib chiqqan holda o'rtacha 8 million so'mdan 15 million so'mgacha. Ishchilar yotoqxona, kiyim-kechak, transport xizmati va 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Rasmiy ishga joylashganlar uchun 8 soatlik ish tartibi hamda qo'shimcha dam olish kunlari amal qiladi. Shu bilan birga qurilish brigadalari ham ish hajmidan kelib chiqib buyurtma olishlari va kelishuv asosida faoliyat yuritishlari mumkin. Xo'sh, ishga kirish uchun nima qilish kerak? Qog'ozbozlik, hujjatbozlik, ovoragarchilik yo'q. Barchasi birgina telefon qo'ng'irog'i orqali. Buning uchun kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan tashkil etilgan maxsus kol markazining 1176 raqamiga qo'ng'iroq qilib ishga joylashishingiz mumkin. Shoshiling. Yangi Toshkentni birgalikda qurish va o'zingiz uchun munosib daromad topish imkoniyatini qo'ldan boy bermang.